xotinni o'z vaqtiga vaqtida ta'minlab qo'ysa, xotin ko'chaga chiqmaydi. Ja, vaqtida tushib ko'chada. Nimaga begona erkak bilan yurding? Nima siz qattiqingiz ko'zingiz nima ko'rmayapti yurgan bo'lsam. Dattavo bilmaysiz, sutkalab, oylab uyga kelmagansiz-ku, bilmaysiz. Hop, men ishda bo'g'imman. Hop, ishda bo'lsangiz. Nimaga begona erkak bilan yuryapsiz? Ishda bo'lsangiz, nima pulingiz yo'q, hech nima. Nimaga? Nima haqqing bor seni yurishga? Erim kelmasa, puli bo'lmasa, begona erkak bilan yurish kerakmi? Voy, chelab bo'lib ketmaganimga rahmat deng hali. Fohish bo'lib ketmaganimga rahmat deng. Fohish bo'lib ketishing kerak. Bunaqa er xotini fohish bo'lib ketish kerak allaqachon. Qolganlar yurgan ekan-da. Hammasi yurgan-ku sizdek kalarim xotini. O'lganing yaxshi sani bor. Normal er xotini. Tiling qursin sani iflos, tiling qursin. Menimcha yo'qoting, yerimga tegmaychi, yo'qoting. Boshidan ma'lum edi o'zi. To'ydan keyin qachon qizlar telefon qilishni boshlagan. Hali unisi chiqdi, hali unisi chiqdi. Shunchalik ham latta bo'ladimi eriga? Shunchalik ham so'ligini iplolmaydigan bo'ladimi erkak kishi? Ha? Mana ovozi mana. Bunisi chiqdi, unisi chiqdi. Mana xotin bo'lib men bering, o'sha qachangini nima ber karomat ko'rsatdi. Nima karomat ko'rsatdi menga? Qayerda ko'rding? Qayerda ko'rding? Ha? Qayerda ko'rding? Nimaga sen telefonini? Qayerda ko'rding?